Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sotuvda Nexus avtomobili. Hop, avtomat korobka ekan. Kraskalari yo'q deyapti. Salon holatlari yaxshi holatda saqlangan. Chipollar taqib qo'ygan, kardinal chipollar. Yaxshi holatda. 2013 uni 2022 yil ekan. 4-pozitsiya. Hop, orqa tomonlari yaxshi holatda haydalgan ekan. 4-paketli metan gazlar uстановка qilib qo'yilgan ekan. $10,200 deyapti. O't beradigan joylari bor ekan. Telefon nomerlari, variantga ham chiqar ekan. O'rtacha holatda ekan. Hop, pastda paroyda mana shu yerda petno bor ekan. Tortib chiqarilgan, boshqa hech qayerda kraska urilgan, kalta paltalar yo'q ekan.